Bir musulmonni dilini og'ritish, ikkinchi musulmon uchun hatto bir shimi yo ko'ynagi yitilganchalik emas. Bir joyimiz yitilib qolsa yo tirtilib qolsa, ichimiz g'ash bo'ladi. Shuni 200 ming, 300 mingga olgan shimim yitildi deb. Bir musulmonni qalbini yirtayotgan, qalbini yaralayotgan, qalbini tirtayotgan bir musulmon hatto g'am ham yeb qo'ymaydi. Yo jirkib, yo so'kinib, yo urib, yo netib, yo tuhmat qilib, yo bo'xton qilib, yo g'iybat qilib, yo nimadir qilib. Vaholanki dil ozordan, xudo bezordan men yoshligimda kattalardan ko'p eshitganman. Bilsak, musulmonning dilidaqa qadrli narsa yo'q yer yuzida. Hatto Ka'badan ustun turadi musulmonning dili. Ka'badan ustun turadi. Bir musulmonni dilini og'ritish Ka'bani vayronidan yomon deyilgan. Bugun holimizni ko'ring. Mana shu yerda turgan hammamiz jamiyatda odamimiz. O bir tog'da o'zimizga yashaydigan odam emasmiz. Jamiyat deganda jamoat degani ko'pchilik degani. Bozor, mozor, yo'l, qo'ni-qo'shnichilik, qudandachilik, aka-ukachilik, jigarlik, hamkorlik, birga ish qilish, savdo, ko'ring ahvolimiz nima bo'lyapti.